Bilasizlarmi, bekorga aytmaganman deb menga detskiy tortlar yoqadi deb. Aynan detskiy tortlari qilib shunaqa maza qilib qolaman, haqiqiy mehrimni berib qolaman. To'g'ri, boshqa tortlarimga ham mehr berib qolaman, lekin detskiy tortlarimga kelganda vobshe boshqa tema. Kimmi esida bo'lsa, shu tortimni chiqazganimdan keyin nachinkalarini hamma gap qilib o'rgandi. Nachinkasi muncha ko'p deb, mediga tegadi deb yozishgandi. Da, to'g'ri, nachinkasini rostdan ham ko'p qilib o'rgandim, lekin bitta narsani o'ylaylar, biskvit bo'lgandan ko'ra nachinkasi ko'p bo'lgani yaxshi emasmi? Bu tortimizni ham yana o'sha klientim zakaz qildilar. Ichlaridagi nachinkalarni har doimgidek dobri solib bering dedilar. Nachinkasini faqat morojniy krem emas, tvorogli, ya'ni morojniy krem va tvorogli krem qilib aralashtirdik va milenium va bananli qildik. Klientim bilan ko'rinishini birga tanlab oldik va videoni oxirigacha ko'rsanglar, tortimiz qanaqa shikarniy chiqqanini ko'rsanglar bo'ladi. Tortimiz maksimal darajada juda ham chiroyli chiqishi uchun har bir narsasini, har bir elementini qarab hammasini qo'yib chiqdim. Ya'ni ranglari, hamma narsasi bir-biriga mos tushishi uchun. Klientimizga shunaqa tort yoqadi, ya'ni tortni umuman ochiq joyi qolishi kerak emas, hamma joyi to'la bo'lib turishi kerak. Ana o'shanda shikarniy tort bo'ladi. Ana endi tortimga 1 dan 10 gacha baho berib ketishinglar mumkin.